12 million daromadingiz, 6 million xarajatingiz. Pul yo'q, nima qildik? Qayerga ketdi shuncha pul? Ya'ni 20 yillik kreditni 5 yilda yopdingiz. Qarzimni to'lashim kerak, kreditimni to'lashim kerak. Baribir insonlar hamma pulni ishlatib yuboradi. 600 million qiymatga teng qarzga chiqqanman. Insonlar agar o'zini hayotini o'z qo'liga olgisi kelsa, Hozir pensiyadaman. 36 yoshda pensiyada kim bo'lishi mumkin? Vaqt masalada. 24 soat ishda bo'lasiz, o'zingiz ustingizda ishlay olmaysiz. Investitsiyani biz qarzda bo'lmaymiz o'zi. Umumiy san shu yerda o'zida 40 ming, 50 ming tejab ketasiz. Moliyaviy sotqinlik bo'yicha to'liq bilim berishga harakat qildik. Assalomu alaykum. Biz moliyaviy sotqinlik darslarimizdan davom ettiramiz va moliyaviy audit, ya'ni moliyaviy tahlil ikkinchi soni bugun bizda va bugungi mehmonimiz bizda Qashqadaryodan keldilar. Faqat shu uchun keldilar. Mana insonlar agar o'zini hayotini o'z qo'liga olgisi kelsa, kerak bo'lsa boshqa shahardan ham kelib tahlil qilib ketadi o'zini. Va ismlari Panjiyev Farruxbek. Xush kelibsiz. Rahmat, Sizlar salom. oldimizga. Rahmat, siz. Endi qisqagina tanishtiramiz sizni. Yoshingiz 36. 36 da, kasbingiz Hozir pensiyadaman. pensiyada. 36 yoshda pensiyada kim bo'lishi mumkin? Topinglar. Shunday. Aytmay qo'yavering. Ha, pensiya harbiysizda. Ha, harbiy. Harbiylar bo'ladi, harbiylar, ichki ishlar organidagilar, shunday. ya'ni boshqalar hammasi davlat xavfsizlik xizmatidagilar. Shunday. Yaxshi. Endi bizlarni qayerdandir tanib keldingiz, to'g'rimi? Albatta. Bu vaqtgacha moliyaviy sotqinlik bo'yicha nima ilmlar olgansiz? Qisqa hayotda bir xil zo'r ish bergan bir ikkita life hacklar bo'ladi, xulosalar. O'sha o'zingizni xulosalaringiz, sizga yordam bergan xulosalaringizni bersangiz, mana shu hozir bizlarni kuzatib turgan insonlarga foydali bo'lishi mumkin. Mana shu o'zi boya aytganimizdek, men o'zim ham harbiy kadrlar bo'limida ishlaganman. Aynan 15 yil mobaynida ishlaganman. 15-16 yil mobaynida ishlaganman. Lekin undan keyin mana 5-6 oy bo'ldi chiqqanimga, pensiyaga chiqqanimga. Shu 5-6 oy davomida asosiy chiqishimning sababi pensiyaga to'g'risi harbiy sohada yaxshi yomon demayman. Yani vatanimizni tayanchi, vatanimizni himoyasi uchun kamar bosib olganmiz. Lekin vaqt masalada. 24 soat ishda bo'lasiz, o'zingiz ustingizda ishlay olmaysiz. Aksariyat mana muammoim shunda bo'ldi. O'zingiz ustingizda ishlashga vaqt yo'qdi. Chunki baribir doimiy vatan uchun shu 24 soat o'zingizni fido qilasiz. O'shaning uchun ham to'g'risi o'zimning ustimda ishlab, o'zimni yanada rivojlantirish maqsadida pensiyaga chiqqanman, to'g'risi. Qarang, pensiyaga majburlab chiqarmaydimi? Yo'q, majburlab agar sizni pensiya yoshingiz kelsa, men o'zim aynan shu kadr bo'limida ishlaganim uchun endi bu narsalarni yaxshi tushunaman. Sizda siz xizmat qilgan joyingizga qarab, masalan, uzoq muddatli va o'rta muddatli xizmatingizga qarab beriladi. Vaqti kelsa bemalol o'zingiz ariza, ya'ni bildirgi yozib chiqishingiz mumkin endi. Ya'ni pensiya yoshiga yetganingizda pensiya ariza berib chiqib ketaverasiz. Pensiya yoshiga emas, sizni xizmat qilganingizga qarab. Masalan, biz endi buni juda ochiqlasak to'g'ri bo'lmas, lekin 14 yil xizmat qilsangiz bo'ldi, bemalol pensiyani yersiz. Biz xizmat qilgan joyga. Iqlim sharoitini nazarda tutiladi yoki boshqa shayliklar va boshqalar. Sizniki 14 yilda keldi-da. Meniki, men endi yana o'tkazib 3-4 yil ishladim. O'tkazgansiz. Ozgina ishladim. Endi keyin shunda ham anaqa rejimingiz o'zgarmaganda, ko'p vaqt ketganda. Shunday. Shuning uchun ham mana 15-16 yil ishladim. Keyin shu o'zimning ustimda ishlashga vaqt yo'q, ustoz. Shuning uchun ham men aytdim, to'xta dedim, shu kesayllik qani, salmoqlarni keyin ko'ramiz, o'zimiz ustimizda ishlay dedi. Mana 5 oy bo'ldi chiqqanimga, 5 oydan keyin chiqqanimdan so'ng to'g'risi sizni ham kuzatardim. O'sha payt o'rtada kurs qilmadingizmi deyman, ustoz. Noyabr oylarigami chiqdimman. Lekin o'sha paytda to'g'risini aytsam, men chiqish jarayonida boya aytdim-ku, 600 million qiymatga teng qarzga chiqqanman-da. Ko'p kishi mabodo sobiq hamkasblarim eshitsa, nima bu 600 million qarzga chiqib ketdi deyish mumkin. Uni asoslab ketayin, siz ruxsat bersangiz. Mayli. Ko'chmas mulk sohasida ko'chmas mulk sotib olganman. Yana kimdir aytishi mumkin, bu o'yin-po'yinga kirib qolganmi, qanaqadir qimorga yo'q. Ko'chmas mulk sohasiga
ko'chmas mulk sotib olganman. Xullas, lokatsiyani sal to'g'ri tanlaganman. O'sha yerda sal qiynaldim, kredit, qarzda bo'lib qoldim. O'shanda to'g'risi ustoz, odam qarz kredit bo'lgandan keyin depressiya bo'lar ekanda odamga ozgina. Chunki baribir har oy yugurib keladi, qarzimni to'lashim kerak, kreditimni to'lashim kerak. Keyin o'shanda chiqdim, bu aytganimdek shu birinchi investitsiyamni bilimga sarfladim. O'shanda ustozlardan olgan bilimim, mana sizni kuzatib boradim, sizni doimiy video, audio zapis chalib qo'yib borasiz. O'shalarni eshitib, mana shu 600 million qiymatga teng qarzdan qutuldim ustoz. Buning uchun ustozlarga, sizga kattakon rahmat aytaman. Audiolarimiz qayerda eshitasiz? Finap, Telegram kanalimiz. Telegram kanalingizga men a'zoman, doimiy o'shandan kuzatib borib, yaqinda moliyaviy parhez marafonni o'tkazdingiz. Bunga ham 100% qatnashib, har bir mana Hasanjonga ham aytdim. Hatto assalomu alaykum degan bo'lsangiz, assalomu alaykumni yozib olganman ustoz. Chunki manfaatli bo'lsin, kelajakda qoqilgan joylarimga tirgak bo'ladi menga degan ma'noda. 30 kun bo'lsa men daftarimni olib kelganman. 30 kunda ham yozib olganman. Har birini. Chunki kelajakda Hasanjonga bir taklifda aytdim. Agar nasib bo'lsa amalga oshadigan bo'lsa, Xudo xolasa, kelajakda kerak bo'ladi o'zimga, qo'l keladi degan ma'noda. Shu joyda qo'shib keta qoling. Kuzatuvchilarga foydali bo'lish uchun moliyaviy parhez nomli o'sha marafon o'tkazgan edik. Ramazon oyida, mart oyiga to'g'ri keldi. Aytmoqchimanki, biz muntazam ravishda shunaqa marafonlar o'tkazib turamiz. 30 kun davomida shu moliyaviy sotqinlik bo'yicha to'liq bilim berishga harakat qildik. Insonlarga o'ylaymanki, foydali bo'lgan. O'sha Telegram kanalimizga Finap.uz degan Telegram kanalimiz bor. Shu yerda hozir QR kodini qo'yib, nomlarini yozamiz va izohlarda ham bo'ladi. O'zi hamma ijtimoiy tarmoqlarim. O'sha yerga a'zo bo'lib qo'ying. Xabardor bo'lib turing. O'sha biza marafon boshlashdan oldin doim e'lon qilamiz va albatta ishonamanki, sizlarga foydali bo'ladi. Keyin o'sha marafonda mana bu aytganimdek oldin olgan ustozlarimdan aytilmagan so'zlar, aytilmagan joylari sizda juda ham ko'p ekan. Aynan sizni mutaxassisligingiz deymizmi? Aynan moliyaviy savodxonlik bo'lgani uchun shu marafon tashkil qilganingiz uchun 30 kun shaxsan o'zim faol qatnashdim ustoz. Real bu kimdir aytish mumkin, yo'q 30 kun shaxsan o'zim qatnashib, o'zim shaxsan hamma darslaringizni diktorat qilganman, yozganman. O'shanda mana pulni jamg'arish asosiy, endi siz aytgansiz, qarzingiz bo'lsa e'tiborni qarzga qarating degansiz. Ozgina o'sha paytlarda qarzim bor edi. Mana Hasanjon bilan gaplashganimizda o'sha oxirgi qarzimdan qutuldim. Hozir nol holatiga keldim, Allohga shukr. Nasib bo'lsa endi bu qolgan bilimlaringizni amalda qo'llab, nasib bo'lsa nol holatda deylik, endi yuqoriga ko'tarishga harakat qilamiz, Xudo xolasa. Shu vaqtgacha qandaydir bilimlar olgan ekansiz, yaxshi. Endi hozir bu yoqqa kelganingizdan asosiy sababi tahlilga nima bo'lyapti? Keyingi qadamingiz nima endi? Endi Xudo xolasa bir reja deymizmi, rejamda bir nasib bo'lsa, ya'ni o'ziga aytaman buni, bir rejani amalga oshiryapman, hozir bir reja ustida ishlayapman. Agar imkoniyat bo'lsa, Xudo xolasa, endi o'ziga aytaman uni. Ya'ni hozir sir bo'la qolsa, kameraga yetmaysiz. Xo'p, umumiy ayting, hatto bu biznesmi yo nima? Biznes sohasida. Yangi biznes. Shu, ba'zi bir xil insonlar ko'z tegishidan. Yo'q, ko'z tegishidan emas. Endi balki u amalga oshar. Chunki biznes 99% amalga oshishi mumkin, 1% amalga oshmasligi mumkin. Shuning uchun ertaga amalga oshmay qolsa agar, endi nima bo'lib qolmasin degan ma'noda endi. Ko'ring, bu sizni ixtiyoringiz, mayli. Hech bo'lmasa o'shani atrofida gaplashishga harakat qilamiz-da unda. Qarang, unda sizni holatingizni tez aniq qilsak, tahlil qilib ko'rsak. Endi siz xohlagan narsangizni kadrda aytolmayapman dedingiz. Men unda sizni bu yerda moliyaviy hozir men bu yozgan anketangizga qarab, o'zim bir qanaqadir diagnoz berishga harakat qilaman va qayerda o'sishingiz mumkinligini gaplashamiz. Shunday. Xo'p, qarang, daromadlaringiz, ya'ni pensiyaga chiqdim dedingiz. Bu harbiylarda pensiyasi yaxshi bo'ladi, 3 million 600. Bu ham taxnam zo'r emas do'st. Shunday. Shunaqa o'zini ish puligacha olishadi harbiylar. Endi ishlagan ishiga qarab, har xil 5 million ham oladigan bor. Ko'proq ishlasangiz ko'proq olasiz. Endi kamroq anaqasi, ishlash muddati, ishlash jarayoni 5 milliongacha ham olsa bo'lar ekan. Bo'ladi. Zo'r insonlarda
oylik ish haqqisi ham uncha bo'lmaydi. Shunday, o'zi. shunday. Ha, tushunarli. Xo'p, va ko'chmas mulk ijarasi 1.400.000 deyapsiz. Boyiga aytganingiz o'sha noto'g'ri lokatsiya olib qo'ygan joyingiz Ha, shunday. 1.400.000 beryapti Shunday. oyiga. U ustoz ko'proq ham qo'ysam bo'ladi uni. To'g'risi 1.200.000 edi. Men o'sha qiynalgan vaqtimda ham mana shu kredit qarzdan qiynalgan vaqtimda ham 1.200.000 qo'yadim. Nima uchun? Bir oila turardi. O'zimga o'xshagan oylikka, men o'zim ham oylikka ishlaganman. Endi harbiy bo'lsam, bari oylikka ishlaganmiz. Boshqa bir birovda bir haqqini yo boshqa narsani yemaganmiz shu. Oylikka ishlaganmiz. Ular ham xuddi shuni oylikka ishlardi meni ijarachim. Endi ulardan oylikka ishlaydigan odam qiynalgan, ular ham. Undan tashqari kommunal to'lovlari bor. Ularga ham ha deb ko'taraman deyman, yana ko'nglim nima qilmaydi. Odamgarchilik yuzasidan to'g'ri Shunday. qilgansiz. 200.000 yana ko'tarib qo'ydim. Men nima aytdim? Qadrini qat'iy saqlaylik dedim. Ya'ni qancha vaqtda ko'tardingiz? 3 yil deganda ko'tardim. 3 yil deganda. 3 yilda 200.000 ko'tardim. Ha, Bo'lmasa anchagina yaxshigina ko'tarsam bo'lar. Ular demak 3 yildan oshiq turibdi. Shunday. Endi savolda men bir narsani tushunmadim. Noto'g'ri joydan oldim, qarang, joy oldingiz. Demak, ijaraga beribsiz. Noto'g'ri deganiga qatdan xulosaga keldingiz? Hammasi joyida-ku. Ha, sotaman desangiz, lokatsiya sal chekkaroqda, sotish qiyinroq. Yo'q, hozir ham ayni damda hozir zo'r. Ana endi mana zo'r bo'ldi, chunki 3 yil 4 yil oldin olganimizda endi aholi gavjumlashib, ko'payib, avtobus yo'lga qo'yildi u yerda ham, shahar ichra. Endi zo'r bo'ldi. Oldin bo'ladi. Endi ko'chmas mulk shunaqa narsa-da, ozgina sabr bilan bo'ladi. O'zi investitsiya shunaqa. Shunday. Hech qachon 1-2 yil, 3 yilda natijaga erishilmaydi-da. Shunday. Shuning uchun mana shu xulosangiz, mana birinchi xulosangiz xato deb bilib oling. Men o'ylagan ekanman, hozir bildimki yaxshi. Sababi mana hozir keling bundoq qilamiz. Mana shuni bitta tahlil qilib olamiz. Shunday, keyin boshqasiga o'tamiz. Bu joyni siz qarzga degani kreditga oldingizmi? Bankdanmi shunda? Kreditga bankdan. Necha yilga? 20 yil. 20 yilga oldingiz. Shunday. Qachon oldingiz? 2019 yillik. 2019-yil. 19 20 20 5 yil oldin ekan. 5 yil oldin. 5 yil oldin. Hozir endi yopdim deyapsiz buni. Yopdim. O'tgan oy aprelda. To'liq yopdim. Yo'q, hozir aprelda yopdingiz. Yo'q. 2024 kreditimni 2024-yil dekabrda yopdim. 2025 ga shu kreditni o'tmaydi. Qarzim bor edi, qarzimni oxirini nolni qildim aprelda. Ha, boshqa qarzda. Qarz kreditlarim bor. Ya'ni 20 yillik kreditni 5 yilda yopdingiz. Shunday. Agar 5 yilda yopmaganingizda edi, 20 yilda yopganingizda edi, necha pul to'lashingiz kerak edi uni? 600 million. 600 million. Shunday. Lekin vohli yopganingizni hisobiga foiz qo'shmagan. Shunda qancha bo'ldi? 231 million shunaqa bo'ldi. 231 million. Shunday. 231 millionlik mulkingizni qarang. 5 yil oldin olgansiz. U tayyor bitgan uymidi? Bitgan. Bitgan. Olishingiz bilan qancha vaqt ichida ijaraga qo'ydingiz? Olganimdan sirasi ijaraga qo'yganman. Sirasi ijaraga qo'ydingiz. Endi qarang. Va oyiga necha puldan to'lab yurdingiz? 3 million 200 deydi. 3 million 200. Ijara puli necha bo'ladi? 1 million 200. 1 million 200. Demak, siz 2 milliondan yopib yurgansiz. Tushunarli? Bu qarang. Sizni sarmoyangiz oyiga 2 milliondan deganida, bu aslida juda ham to'g'ri. Lokatsiya ham, sarmoya ham to'g'ri. Bir tarafi faqat shu bankdan kredit olishi unaqa halol ish emas-ku. Qolgan hammasi to'g'ri-da. Hozirgi kunda imkoniyatlar har xil bor. Quruvchilarning o'zi ham bo'lib to'lashga beradi. Lekin juda ham to'g'ri sarmoya bo'lgan. Bu birinchi navbatda bu investitsiya edi. Investitsiyani biz qarz deb bilmaymiz o'zi. Qarz 2ga bo'lgandim, esingizda. Siz esla olasizmi mana? O'tdim deyapsiz, farqingizni. Har bitta harf yozdim deysiz. Hozir endi shunday qilamiz. Esimda bor endi. Qarz qanaqa qarz? Qanaqa bo'linadi bir-biridan? Qarz majburiyatlar, keyin muddati o'tgan bo'lsa qarz hisoblanadi. Shunday deganmiz. Endi qarz. Birinchi to muddat kelguncha majburiyat, moliyaviy majburiyati. Agar muddat o'tsa qarz deganimiz. Demak, bu nima degani? Siz muddatida to'lagan bo'lsangiz, bu moliyaviy majburiyat, bu qarz emas. Majburiyatga kirish kerak, yaxshi. Faqat to'g'ri majburiyatga. Agar siz aktiv sotib olsangiz, aktiv nimaligini ham bilasiz, to'g'rimi? Shunda siz yaxshi majburiyatga kirgansiz va majburiyatga kirganingizdan tashqari aktivga kirdingiz, yaxshi plyus qildingiz. Uni muddatini o'tkazmaganingiz, u yana bitta plyusingiz, ya'ni qarzga kirmadingiz. Uni ham yaxshi. Demak, juda ham hozircha hammasi to'g'ri ketyapti.
va siz birinchi o'ylaganingiz noto'g'ri lokatsiya hozir to'g'ri bo'lib qoldi, Endi chunki to'g'ri sekin bo'ldi. sekin rivojlanyapti. Shunday, endi rivojlanyapti. Shuning uchun juda ham to'g'ri deb o'ylayman. Bitta ustoz baribir kredit barakani qochiradi deydi-ku. Haqiqatdan ham, chunki muddatdan oldin to'lashimni sababi birinchidan har oy yugurib keladi, baribir kredit to'lash kerak degan miyada doim bir chekkasida bo'ladi, boshqa o'zi fikrlar qila olmaysiz. Ikkinchidan barakani haqiqatdan ham qochirgan. Baraka bo'lmaydi. Keyin to'xta, shuni tezroq to'lay, imkoniyatlarim bor, imkoniyatlarimni ishga solib, to'ladim, Xudoga shukr, hozircha zo'r. Xudoga shukr. Nol holatdaman, lekin zo'r hozircha. Kreditsiz yashash juda zo'r ekan. Shuning uchun maslahat beraman olmaslikka. Hozir qandoq to'la olganingizni bittazgina tahlil qilsak bo'ladi. Bu nimadan kelib chiqyapti? Hozir daromadlaringiz uchinchisi mana parfumeriya savdosi. Shunday. Ya'ni sizni hozirgi bugungi kundagi kasbingiz parfumeriya savdosi, buni tadbirkorlik desa bo'ladi. Oyiga 6 million so'm daromad ko'rasiz bundan. Shunday. Lekin boya siz aytdingiz, B rejalarim bor, bu yo'q uni ichida. Yo'q, uni ichida. Buni rivojlantirish niyatingiz yo'q-a? Bu vaqtinchalik ish Bu vaqt buni endi ochig'ini aytsam, bu birinchi sarmoya qilgan ta'limimni aytdim. O'shanda savdo texnologiyasi bo'yicha ta'lim olganman. Keyin mijozlar bilan ishlash skriptlari, hamkorlar bilan ishlash skriptlari bo'yicha ta'lim olganman. Birlamchi bo'lsa ham birinchi ta'limni olganman. Buni ochganimning sababi parfumeriya bo'lsa ham ayolim bilan shug'ullanyapmiz. Что bilimni oldim, endi uni amalda qo'llashim kerak-ku. Sotuv texnologiyasi mana shu bakal bo'lsa, bakalni sota olishim kerak. Sota olamanmi, yo'qmi? Olgan bilimimni amalda qo'llay, keyin qolgan etaplarga o'taman degan ma'noda buni ochganman. Endi hozir sota olyapsizmi shunda? Xudoga shukr, yomon emas. Yaxshi. Buni nega amalda qo'llash uchun buni. Buni darshi qilmasligingiz sababi nima deydi? To'g'risi, uncha ko'zim yetmayapti. Boshqa loyiha ustida ishlayapman uchun bu ikkinchi darajada. Spaka ro'zg'or ishlatishga paka nima. Tushunarli, xullas. Demak, shunda sizda pensiyangizni va buni qo'shganda, keyin ko'chmas mulk ijarasini qo'shganda qancha pul bo'lyapti jami? Shumli 600 ga 1 million 405 million, 11 million pul bo'lyapti. 11 million har oy kirimingiz bor. Hop. Va bu yerda xarajatlarni yozgansiz, majburiy ixtiyoriy xarajatlar, kommunal transportlar, kreditlar yo'q, Xudoga shukr. Oziq-ovqat, eng ko'pi oziq-ovqatga ketar ekan. Aloqa va internet, sog'liq va gigiyena. Bular hammasi yaxshi va jami taxminan siz daromad va xarajatlaringizni yozib yurasiz. Qanchadan beri yozib yurasiz? Deyarli 4-5 oydan beri. 4-5 oydan beri va qayerda yozasiz uni? Siz Monfimi? Monify, Monify ilovasini aytgansiz. Uni ham o'zim uchun yuritaman. Mana hozir ko'rsatdim Hasanjonga. Lekin o'zimizda oilaviy hisobot, xotinim bilan o'zimni faqat ikkalamiz oilaviy hisobot degan Telegram gruppacha yaratganmiz. Что nima uchun gruppa yaratganmiz? Uni hisoblash qiyin bo'ladi ustoz. Lekin men masalan xarajat qilyapmanmi? Tars yozaman. Xotinim sal so'roq qiladi. Dadasi shuni noto'g'ri qilibsiz deb. Yo'q, u qilyaptimi? Xotin kel, shuni kerak emasdi shu. O'zi qarzimiz bor, kreditimiz bor. Shuni to'laylik, keyingi safar shuni qilamiz. Bir-birimizni harakatimizni ko'rib turish uchun xarajatlarimizni. Ortiqcha xarajatdan bir-birimizni to'xtatib qolish uchun to'g'risi gruppa tuzganmiz. Xotindan bekitib xarajat yo'q, men sразу tashlayman, to'g'risi. Mayli ko'rsin. Qaysidir ma'noda to'xtatib turadi, lekin to'g'risi qarshilik qilmaydi. Men bemalol aytdim-ku boya, nimalarga chiqishim. Mana to'g'ri insonsizda, mana shunday. Ayolidan bekitadigan ishi bo'lmasa erkakda. Oson, odatda to'g'ri inson bo'ladi, uni ko'rganlar tushunyapti nima haqida gapirayotganim. Demak, juda ham yaxshi, juda ham yaxshi. O'zi aslida bir-biringlarni bilib turishinglarni yana bitta plus tarafi o'zi. Men o'sha oilaviy moliyaviy soatxonlik kursim bor edi. O'shanda shu narsani o'rgatganman. O'sha yerda oilada har bir a'zosi iloji boricha umumiy maqsadni bilish kerak. Umumiy maqsad bo'lishi kerak, umumiy orzulari bo'lishi kerak. Orzulari haqida bir-biri bilan gaplashish kerak. Majlis qilishinglar kerak. Har oyda bir mana farzandlaringiz necha yosh? Bittasi 10 yosh, bittasi 6 yosh. Shu yil 7 yosh уже maktab chiqadi. Mana bitta oilaviy majlis kuni qilib qo'ying. Har oyda bir, 2 oyda birda. O'shanda maslahat qilinglar. Farzandlaringiz ham orzu, ular hozir orzu yoshida. Shunday. Bolam, nima orzu qilasan? Hop. Siz o'zingizlarning orzularinglarni eshitinglar. Kattalar bunaqa orzu qiladi. Ya'ni muhabbat oshadi oila ichida. Maqsadlar birga bo'ladi, birga bo'lgandan keyin erishish ham oson bo'ladi shu narsa. Juda ham muhim bu narsa.
Shuning uchun yaxshi qilibsiz birga yozganinglar, juda ham yaxshi. Ha, demak, xarajatlaringizni yozib yurasiz. Shunda taxminan bir oylik xarajatingiz qancha sizni? 2 xil chiqadi, 5-6 million atrofida. 5-6 million. Yaxshi. 2 xil degani o'sha baribir Atrofida ровно 5-6 summa million. bo'lmaydi, Shunday, hech qachon. shunday. 5-6 уже, ya'ni bu уже 3-4 oy. Mana yozib yurganingizdan keyin bildingizmi, oldin ham bilarmidingiz shu narsa? Yozib yurganimdan keyin bildim. Shu yozib yurganimdan keyin mana bu qarzlarim qutulishim muvaffaqiyatliroq, tezroq bo'ldi ustoz. Yozib yurganimdan keyin. Demak, oldin bilmasdim qancha xarajat qilaman, tapar qaraymiz, pul yo'q. Nima qildik? Qayerga ketdi shuncha pul? Hayron qolib o'tirardik xotin bilan. Yo'q, hozir bilyapmiz. Sal bir jilomiz tortib qo'yamiz, "Ey, to'xta" deganda. Shuning uchun ham imenni guruhga tuzganmiz-da. to'g'ri. Shu narsani noto'g'ri qilibsan deganman. Men endi odatda o'sha doim anchadan beri gapiraman, xarajatni yozib yuringlar deb. Men o'zim 5 yildan beri yozib yuraman-da, 5 yildan beri va o'zimning natijalarimni o'zim bilaman. Va har doim gapirib yuraman. Endi kameraga bunday o'tirib dars berish oson. Insonlar tushunmasligi mumkin-da, nimaga qilyapman bu ishni, nimagaligini ham aytganman o'zi aslida. Lekin mana oddiy inson ham kelib, mana qilyapman, foyda qildim. Ya'ni bu yoqqa ham xarajat daromad yozib yurasizmi yo foydasi yo'qmi degan savol. Albatta, men mana ko'rib turgan teletomoshabin deymizmi, qanaqa shunaqa aytaman, shu muxlislaringiz deylik siz. Aytaman, yozib yursin, yozganda bilinadi, ko'rinadi. Qayerda qanaqa noto'g'ri xarajat qilyapti. O'sha ko'rinadi ustoz. Shuning uchun ham shu yozganimdan keyin meni ham ko'rina boshladi. Men telefondan tashqari to'g'risini aytsam daftarga ham tushiraman. Shu yana mustahkamroq bo'lish uchun. Erinmasdan telefonga yozgan narsamni daftarga tushirib qo'yaman. Keyin telefonda majburiy, ixtiyoriy degan joy yo'q-ku. Siz aytgandan keyin bu moliyaviy parhez joyingizda 1 oydan beri uni yozyapman. To'liq yozamanda siz aytgandek majburiy, ixtiyoriy bo'lib chiqaman keyin. Oxirida bitta punkt qo'yganman daftarga. Keyin majburiy, agar ixtiyoriy bo'lsa, qiziqishga ixtiyoriy deb yozib qo'yaman. Endi odatda ko'pchilik yozishga vaqtim yo'q deyshapti shu narsani. Demak, qarang, siz ilovaga ham, Telegramga ham, qog'ozga ham yozishga o'rgatyapsizmi? Demak, do'stlar, mana odam qilgan ishni odam qiladi degandek, mana oddiy mana Farruxbek pensiyaga chiqqan voyenniy odam. Shu narsani qilishga imkon topyaptilar, sizlar ham xudo xolasa topasizlar. Pensiyaga chiqdi degani ishlamaydi degani emas. Mana parfumeriya sohasida savdo qilishadi va yangi loyihalar reja qilganlar. Shuning uchun demak, o'z bo'sh vaqtingiz ham o'zi ko'p bo'lmasa kerak. Shunday. Lekin shunga ham vaqt bo'sh bo'ldim ustoz, to'g'risi. Pensiyaga chiqqanimdan keyin ishonasizmi, mana shuni aytib ketayin biroz fikringiz bo'lsa. Bu aytgandek, qarzdaman, kreditdaman. Pensiya oz, yeyish kerak bu yoqdan, depressiya holatidaman. To'g'risi, sobiq hamkasblarimdan shu yerda agar ko'rsa kelajakda birontasi ko'rib qolsa, uzr so'rayman ulardan. Ular bilan munosabatni uzmadim, to'xtatdim. To'g'risi, telefon qilib ikkitasi basha qildi. Nima uchun aynan to'g'ri tushunasizlar, agar birontasi ko'rib qolsa, hurmatli sobiq hamkasblar, to'xtatganimni uzmadim, to'xtatdim. Sababi faqat o'zimni qarzdan chiqish va bilim olishga to'g'ri sarfladim. Hatto qo'shnilarim ham uyga kirib ketaman, faqat bilim o'zim ustida ishlayman ustoz. Qo'shnilarim ham ko'radi, "Muncha uxlaysan" deydi, to'g'risida. Lekin men asli uxlamayman. Men izlanaman ustoz. Kitob o'qiyman, boya ustoz siz bergan darslarni qilaman. Daftarlarim mana shuncha bo'lib ketgan, to'g'risida. Birovlar aytadi, "Muncha uxlaysan, uyga bir charchaganda chiqaman tashqariga, ko'chaga chiqqanimda muncha uxlaysan deb yuboradi. Lekin asli uxlamayman, o'zimni ustida ishlardim ustoz. Shu joyda bitta hamma savol o'ylagandir, meni ham xayolimga keldi. Nima? To'xtatdim, lekin uzmadim deganni farqi nimada? To'xtatish bilan uzish. Endi uzsam bo'ldi, ular bilan gaplashmayman. Lekin o'zimni mana shu qarzimdan, mana kreditlarimdan chiqib olgandan keyin, chunki u bor fokusimni mana shu qarz kreditimni uzishga bag'ishlaganman, chunki ular bilan munosabatda ham bir odam qarzi bor, krediti bor, sal derskiroq bo'ladi deymizmi. Shuning uchun ham yo'q, to'xta. Telefon ular bilan gaplashib yozish, gruppa a'zomiz, gruppa yozishib turishim kerak. Ular bilan gaplashishim kerak, vaqt ketadi. Uni ustida to'xta, shular bilan paket to'xtab turib, shu holatimdan chiqib olay. Ana keyin yana munosabatni yana davom ettiraveramiz. Degan ma'noda gruppalarni o'qiyman, lekin yozmayman, shu o'zimni qizg'onib, shu o'zimdan ko'ra ishlab, mana shu qarzlarim, kreditlarimdan chiqib olay. Keyingi rejalarimni qilib olay degan ma'noda paket to'xtatdim. Lekin uzmadim. Chekladim deyish kerak ekan, to'g'ri so'z, chekladim. Endi tushunarli, bu odatda o'sha
vaqtni to'g'ri boshqarish, time Shunday. management deydi. Keyin muhit haqida ham darslar o'tgandim esingizda bo'lsa. Shunday. Muhitlaringizni ozgina o'zgartirmasangiz bir narsaga O, erishmaysiz. to'ppa-to'g'ri mana shu narsa. Shuning uchun o'zi bitta zo'r bu yerda xulosa bor. Agar siz hozirgi holatingiz, bugungi holatingiz nimani hisobiga? Bundan oldingi qilgan harakatlaringizni natijasi. Shunday. Endi siz bu holatni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, kelajakda holatingiz boshqacha bo'lishi uchun harakatlaringiz boshqacha bo'lishi kerak. Shunday. Demak, shuning uchun siz o'zgartiryapsiz harakatlaringizni. Nimanidir cheklashim kerak ayrim holatda ustoz. To'g'risi, biror narsaga erishish uchun biror narsa cheklash kerak, to'g'ri. Shuning uchun u insonlar bilan munosabatni uzmagansiz, lekin biroz cheklagansiz. Tushunarli, lekin oshna og'aynilaringiz bordir. Hammasi bilan umuman hech kim bilan yo'q. Hamkasblar bilan ham gaplashaman ayrimlari bilanda. Endi ular ko'pchilik hamma bilan gaplashib bemalol yozishib turishga imkoniyatim yo'q. Chunki bo'lmadi. Chunki mana u maqsad qo'ydim, shu qarzim, kreditlarimdan chiqib olib, nol holatga kelgandan keyin yana bemalol bo'laman. To keyingi rejalarni nima qilguncha keyin yana aralashib ketaveraman. Shuning uchun ham vaqtincha to'xtatib cheklab qo'ydimki, mana chiqib oldim, Xudoga shukr, yana nasib bo'lsa xafa bo'lmanglar. Nasib bo'lsa mendan xafa bo'lmanglar. Shuning uchun ham yozmagandim Telegram gruppaga, Xudo xolasa bo'ldi, hammasi joyiga tushdi, nasib bo'lsa yana nima qilamiz, yozaman. Ozgina sabr qilib tursangiz. Xarajatlaringiz 6 million chiqdi, daromadingiz 12 million chiqdi. Demak, qoq yarmi sizda qoladi va o'sha qolgan qismi bilan siz qarzlaringizni yopdingiz. Shunday. To'g'rimi? Shunday. Yaxshi bo'ldi. Mana qarzlaringizni yopdingiz va oxirgi qarzingizni aprel oyida yopgan ekansiz. Demak, bu yog'iga ko'proq jamg'arishga o'tarkansiz-da. Xudo xolasa. Endi tushunarli. Keyingi betga o'tsak, ustoz, mana jamg'arish dedingiz, endi shu o'rinda bitta savolni berib ketay endi. Keyingi oyda mana bo'ldi jamg'arish, chunki siz o'rgatgansiz, ishlab top, saqlab qol, ko'paytir. 3 ta qonun mana moliya soatxonlikda 3 ta qonun ustunini o'rgatgansiz. O'shanda bitta savol tug'ilyapti menga. Xo'p, keyingi oyda men o'zim jamg'armoqchiman ustoz, lekin bitta savol. Mana bu aytdim, bitta loyiha ustida ishlayapman. Shu loyihamni ustida ishlayotganimda menga bitta kompyuter kerak bo'ladi. O'shanda jamg'arishim kerakmi yo kompyuter olishim kerakmi? Yo muddatni to'lovga olishim kerakmi? Shuni bir yechimini bersangiz. Demak, birinchi ildizidan boshlaylik hamma narsani. Jamg'arib nima qilasiz degan savolda o'zi. Jamg'arishingiz kerak. Nima uchun jamg'arishingiz kerak? Eslang, men endi darslarda o'tganman. Nima uchun? Jamg'arib qo'ygandan keyin birinchi endi aytgansiz moliyaviy yostiqcha shakllantirib, keyin investitsiyaga yo'naltirish. Demak, jamg'arilgan pulni investitsiyaga yo'naltirish kerak ekan. Xo'p, buni bildik. Investitsiya deganda nima tushunasiz? Investitsiya bu avvalo kelajak bu. Ya'ni siz ishlamasangiz ham sizni pulingiz ishlaydigan jarayon. Siz o'zingiz ishlamaysiz, pulingiz ishlaydi sizni. Xuddi mana ko'chmas mulkka men ishlamayapman, o'zidan o'zi pul kelib turibdi. Oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, kelajakda ko'proq pul ishlash uchun pul tikish, bu investitsiya. Oddiy tilda shunaqa. Shunday. Xo'p, demak, hozirgi savolingizga qaytsak, boyagi notebookka. Notebookingiz nima bu hozirgi kunda? Xarajatmi? Investitsiyami? Yo'q, lekin xarajat emas, aktiv daromad. Investitsiya. Ya'ni siz kelajakda pul ishlashingiz uchun siz notebook olishingiz kerak. Shunday. Demak, siz notebookni oldingizmi, bu sizning sarmoyangiz, investitsiyangiz. Demak, siz pulni jamg'aryapsiz, to'g'ri. Jamg'arib investitsiya tikyapsiz. Birat olasiz, sразу investitsiya qilyapsiz. Demak, to'g'ri qilyapsiz bu narsani. Jamg'arishga o'tkazaymi yoki notebook olaymi deganingiz bitta narsa. Ha, jamg'arishga o'tkazsam notebook ol deganida. Shunday. Tushunali, shuni tushunish kerak. Kuzatuvchilar ham bu narsani tushunishinglar kerak. Shuning uchun uzoqdan gap boshladim-da, tushuntirish uchun. Qarang, investitsiyalar oson mana. Klassik tushunchasi to'g'ridan to'g'ri. Bunda pulni oldingiz, bu yoqqa tikdingiz, u daromad keltirdi. Sizni xuddi ko'chmas mulkingizga o'xshagan. Lekin uni boshqa turlari bor. Birinchisi, eng kattasi, yoshlikdan qiladiganingiz bu ilmga sarmoya. Siz agar bir joyda kursda o'qisangiz, mana o'qidim dedingiz, bu ham sarmoya. O'sha jamg'arganingiz, o'sha investitsiya qilganingiz, chunki bu sarmoya karra berishga yordam beradi-da. Mana qarang, siz pul prosta ko'chmas mulkka tikdingiz-da, qarang, tikdingiz, sizga oyiga 1 million keys kelib turibdi. Yoki 1 million to'g'risi hozir. Endi ko'chmas mulk bo'yicha faraz qiling, kursda o'qidingiz, dars berdi, qatga tikish kerak, qanaqa tikish kerak, necha pul tikish kerak va o'sha pulingizga 1 million 400 emas, balki 1 million 800 yoki 2 million olasiz o'sha pulga.
demak bu sarmoya qilganingiz o'zini oqladi. Ya'ni sarmoyangiz o'zini pulini oshirdi. Shuning uchun ilm juda ham muhim. Ilm birinchi sarmoya hisoblanadi. Ilmsiz oddiy sarmoyalardachi birinchidan pul yo'qotishingiz ko'p. Shunday. Ikkinchidan daromad kam qilishingiz ko'p. Shunday yoki umuman daromad qila olmasligingiz mumkin. Shuning uchun qarang. Ilm olishingiz bu investitsiya. Notebook olishingiz ishga bo'lsa, biznesga bo'lsa bu investitsiya. Endi ertaga biznes qilasiz-ku. Hamma jamg'argan pulingiz u yoqqa ketishi mumkin оборотga. Shunday. U ham investitsiya. Tushunarli? Ya'ni sizni pullaringiz yanada ko'p pul olib kelish uchun ishlatilsa, bu investitsiya. Oddiy qoida. Mana men pulni olib, mana bu stakanga sarflasam, bu stakanda faqat suv ichaman. Bu pul olib kelmaydi. Demak, bu investitsiya emas. Lekin men kompyuter olib, u kompyuter orqali pul ishlashni boshlasam, bu investitsiya. Osongina. Hatto mana oddiy taksistlar ham o'sha variantga mashina oladida, mashina olib, haydab, taksilik qilib pul topdimi, bu ham sarmoya. Shunday. To'g'ri, qarzdir bu. Ya'ni o'zini puldan ko'proq to'layotgandir, lekin daromadi uni oqlasa, bu investitsiya bo'ladi. Shuni aniq bilib olishimiz kerak, farqini. Shuning uchun savolingizga javob bera oldim deb o'ylayman. Rahmat. Tahlil davomida qarzlar haqida bor edi. Bu qarzlaringiz yo'q, xudoga shukr. Xudoga shukr. Jamg'ar va aktivlarga keladigan bo'lsak, ozgina depozitingiz bor ekan, 2 million. Bu endi hozir qayerga qo'yishni bilmaganingizdan Shunday. bankka Nojoiz qo'yib bo'lsa ham qo'yib qo'ydi. To'g'ri, endi buni endi xudo xolasa mana olib kompyuter yoniga pul qo'shingda. Shunday. Oyiga sizga 6 milliondan qo'shilyapti. Kompyuteringiz necha pul to'lashini bilasizmi o'sha? 5-6 million. 5-6. Как раз keyingi daromadingizdan buni olib qo'shib, kompyuter birinchi olasiz, ishni boshlaysiz xudo xolasa. Inshaalloh. Ko'chmas mulkingiz mana jami 200 qancha million ishlatdim dedingiz. Hozir agar sotadigan bo'lsangiz, taxminan 450 millionga sotilsa kerak deyapsiz va hozir sotuvga qo'ysangiz, nima deb o'ylaysiz? Necha kunda sotilishi mumkin? 1 oydan 3 oygacha. 1 oydan 3 oygacha. Mana shunaqa. Sirayli shunaqa. Ya'ni agar tushirsangiz, tezroq sotiladi. Shunaqada, to'g'rimi? Shunday. Demak, bu ham sarmoyangiz yaxshi bo'ldi. Yangi uy, bu ham 200 million, 200 necha million tikib, 220 million tikib, 450 2 barobar qilibsiz. Necha yilda? 5 yilda. 5 yil. 5 yilda 2 barobar juda ham yaxshi hisoblanadi. O'zi ko'chmas mulkda yana sizda foyda ham kelib turibdi har oy. Shuning uchun buni ko'paytiramiz, xudo xolasa. Demak, sizni tahlillaringiz tushunarli. Qarang, xarajatlaringiz ko'pmas ekan, o'zi juda ham yaxshi ekan. Ya'ni sizni daromadingiz yarimsi ekan. O'zi aslida bundan oldingi tahlilda ham biz aytgan edik, 50-30-20 qoidasi bor edi. Siz bilasiz u qoidani? Bilaman. 50 ga majburiy xarajatga, 30 ixtiyoriy xarajat, 20 jamg'ar. Siz 50 ni qilyapsiz. Shunga o'tib ketdingiz-da bundan. Shunday. Shuning uchun agar savol sahna ortida bir aytdingiz, ba'zida men ixtiyoriy xarajatim ko'payib ketadi, do'stlar bilan ko'rishaman. Yaxshi, lekin demoqchimanki, bu holatda ko'pmas xarajatingiz. Ko'pmas. Bundan oldingi tahlilda ham men aytdim. Inson o'zi uchun ham yashash kerak. O'zi uchun degani faqat raqamlarga kirib ketishingiz kerak emas, faqat investitsiyani robot bo'lib qolish kerak emasda. Men birinchi yillarda shunaqa bo'lgandi. Mana moliyaviy soatxonlikka kirganimda xayolimda shu narsa edi, keyin qarasam, bunaqa tushib ketyapti baxtlilik garmoni. Darajasimi? Baxtlilik daraja tushib ketyapti. U baxtli bo'lish uchun nimadir kerak. Kerak sizni ixtiyoriy xarajatlaringiz sizni baxtli qiladi. O'sha do'stlaringiz bilan yig'ilib o'tirganingizda yozilasiz, yangi kuch bilan ishga kirasiz. Shuning uchun bu narsani unaqa to'xtatishga, cheklashga maslahat bermayman. Shuning uchun bu tahlilda hozir xarajatlaringizni tahlil qilib o'tirmaymiz. O'zi yaxshi ekan xarajatlaringiz. Faqat shu holatda qolishga harakat qiling. Oshira olmaslikka. Xudo xolasa. Oshirsangiz ham, ya'ni qarang, formulasi bunaqa. Oshirishi. Pulingiz mana hozir deylik 12 million bo'lsa 1 oyda. 2 millionga oshirdingizmi? 1 millionga xarajatni oshirishingiz mumkin maksimum. Ya'ni oshgan xarajat daromadingizdan yarmisiga, u ham iloji bo'lsa kamroq, lekin yarmisigacha oshirish mumkin xarajatlarni. Shunda doim daromadingiz xarajatga nisbatan tezroq o'sadi. Xarajat o'sishi kerak o'zi aslida. Xarajat o'sishi kerak degani nima degani? Sizni turmush tarzingiz sifatli bo'lishi kerak, sifatlilashib borishi kerak. Siz hayotingizdan maza qilib yashashingiz kerak deb baxt. Shunday. Birinchi navbatda baxt. Har bir darsimda, har bir
videoyimda gapirish charchamayman. Aytgansiz Birinchi o'rinda baxt shuni. turadi. Shunday. Mana pullar hammasi shuning Chunki uchun bizga. o'sha holatlarda sizda ideyalar keladi. Men nima uchun mana shu yerda yozganman, oshna og'aynilarim bilan mana shunaqa holatlar ko'p bo'ladi, xarajatlarim deganim. Даже hattoki o'zim aytaman, bir chiqaylik, biron joyga boraylik deb ko'p aytaman. Sababi mana emotsional holatim oshirib olish uchun, baxtlilik holatim, garmonimni oshirib olish uchun. Keyin mana stress holatda bo'lasiz bir vaqtda, o'shanaqa holatlardan chiqib ketish uchun. Lekin ideyalar ko'p keladi o'sha holatlarda. Chunki o'zingizni baxtli his qilasiz bir og'aynilar bilan o'tirganda baribir boshqacha-ku. O'sha holat. Shuning uchun ham chiqaylik, bir odam yayraladida. Shuning uchun ham taklif etdilar. Hozir unda bir narsa hozir esimga tushdi. Siz bizani moliyaviy parhez marafonimizdan kelib o'tiribsizda, bizga ya'ni ancha ilmingiz bor, ko'p narsa o'rgangansiz, holatingiz yaxshi. Hozir qarasam, ozgina maslahat bersam ham yarim gapimdan tushunib olasiz. Juda ham yaxshi bu narsa, ko'pchilik bunaqa tushunmaydi-da. Darslarni o'tganingiz bilinib turibdi. Endi mana shu kuzatuvchilarimiz o'ylashi mumkin-da, qayerdan keldingiz. Bizda o'sha moliyaviy o'sha parhez marafonimizda biz e'lon qilgan edik. Hamma ishlar, darslarni bajargan, ko'proq o'zini ko'rsatgan, kommentlar yozgan, savollar bergan insonlarni g'olib deb bilamiz va bu g'oliblarni chaqiramiz tahlilga. Birinchi tahlillarimiz bu bizning bugungi o'tirishimiz, ikkinchi tahlil. Lekin sizdagi holatdagilar juda ham kam. Va agar kimdirda rostdan qiyin holat, kimdirda juda ham qarzi ko'p bo'lishi mumkin. Kimdir daromadi ko'p bo'lsa ham jamg'ara olmayotgan bo'lishi. Mana hozir sizda 12 million daromadingiz, 6 million xarajatingiz. Sizdan oldingi odamda daromadi xuddi shuncha edi. 12-13 million, xarajat ham shuncha edi. Tushunarli, ko'rdingizmi? Demak, kamaytirsa bo'lar ekan, lekin u chiqib bo'lgan u xarajatga. Bundan tashqari insonlar bor 50 million daromad topadi va xarajati ham shuncha bor. O'shalarga agar moliyaviy tahlil kerak bo'lsa, sizlarga kelib shunaqa tahlil qilib bering mani desangiz, unda bizda izohlarda blanka qoldiramiz. Unga link orqali o'tasiz, to'ldirasiz. O'sha agar bizga kriteriyallarimizga mos bo'lsa, sizni tanlab olamiz va xudo xolasa shunaqa sizni tahlil qilishimiz imkoniyatiga ega bo'lamiz. Shuni aytib qo'yadigandim. Demak, qarang, sizda holatingiz juda ham yaxshi, to'g'risi. Nima maslahat beraman desam, siz endi o'sha bizneslaringizni qilishingiz kerak. Sizda ko'ryapman, ya'ni sizda intilish bor, tirishqoqlik bor, maqsad yo'lida ko'p narsa, ba'zi narsalardan voz kecha olar ekansiz. Ko'pchilik shunaqa qila olmaydi-da. Demak, men sizni kelajagingizni ko'ryapman. Balki hatto siz bilan aloqada bo'lib tursak, ana hozir savol beraman deysiz, hozir bir ko'ringda nima ekan hozir loyihangiz. Yarim yildan keyin, bir yildan keyin holatlaringizni qayta ko'rib chiqsak bo'ladi. Yoki bir kelsangiz, yana bir yildan keyin yana tahlil qilamiz. Mana bir yil oldin kelgansiz, hozirgi holatingiz nima? Chunki juda ham qiziq ko'rindingiz-da menga, shogird sifatida va anaqa ustoz. Shuning uchun ham aytdim ustoz, balki endi boya aytganda rejam, boya nima loyiha ustida ishlayapman dedim. U balki 99% da amalga oshmasligi mumkin. Endi baribir maslahat olaman sizlardan. Balki amalga oshsak, yana keyingi yil chiqib mana shunaqa aytdim, mana amalga oshdi, Xudoga shukr deb aytamiz Xudoga. To'g'ri, balkim shuncha siz aytmayotgandirsiz, lekin sizga ham hozir mana kamera yoqoqlikda sizga ham va boshqa insonlarga ham xuddi shunaqa niyatda bo'lsa, bir narsa ish boshlamoqchi bo'lsa va shunaqa xayolda bo'lsa, birinchi navbatda qat'iy ishonch bo'lishi kerak baribir. Nima bo'lsa ham men qila olaman. Xudo xolasa, Alloh menga beradi deysiz va harakat qilasiz. Mana shu ikkita narsa shart. Qat'iyatlik shunday va ishonch. Balki o'xshar, balki o'xshamasa, o'xshamasa ham o'zim to'g'ri. O'xshamasa ham harakat qilib ko'raman. Mayli, o'xshamasa tajriba bo'ladi. Shuning uchun o'xshaydi deb niyat qilish kerak har doim. Demak, bu ustoz men savollaringiz bo'lsa bering. Men xohladim savol. Ana endi 36 yoshdaman-da ustoz. Endi u loyiham boya aytganim hali nolga teng ustoz. Ana uni hali ustida jarayon ustida ishlashim kerak anchagina. Deyarli 50%ni rejani pishitib qo'yganman. Xudo xolasa endi mana kompyuter olsak, polni dasturini ishlab chiqaman o'zim. Xudo xolasa keyin sizga bir taqdim qilaman, ko'rib berasiz. Uni alohida bir gaplashamiz, Xudo xolasa. Ko'rib berasiz, agar muvaffaqiyatli davay bosaver desangiz, bosaman.
Endi 36 yoshdaman. Uni mayli chekka olib qo'yaylik. Endi menga man уже to'g'risi o'zimni qarida his qilaman ayrim paytda. Уже pensionerman, miyaga o'rnashgan-ku. Jamg'arib mana hozir boring 5-6 million jamg'arib tursam, erta kelajakda farzandlarim uchun muvaffaqiyatga erisha olamanmi? Shu sal menga farzandlarim 11 yosh mana hali man 10 yoshda. Savolingizni aniqroq bering. Farzandlarim uchun muvaffaqiyatga erisha olamanmi degan nima degani? Farzandlarimni to'g'ri tushundingizmi? Qanday? Farzandlarim to yetib kelgunga qadar mana 7-8 yil bog'lanyapman mana maktab tugatishiga. Ungacha men holatimni bemalol tik cho'qqa tuta olamanmi degan bir nima bor-da. Albatta bor. Umuman imkoniyatlarning cheki yo'q-da. Bu sizga bog'liq. Harakat qilsangiz bo'ladi. Faqat aytaman, bu joyda savolingizga aniqlik kiritasiz. Bu sizga vazifa nima bo'ladi? Nima deb tushunasiz u farzandlarim uchun degani? Menda menimcha pul bo'lishi kerak. Hammani turmush tarzidan kelib chiqqan holda xayolida qanaqadir raqam bo'ladi. Shunday bor. Kimdirga 500 million ham kam, kimdirga 100 million ham yetadi. Shunday. Sizga qancha kerak? Farzandlarim kelajakda xavotir olmasligim uchun menga qancha kerak degan raqamni bilib oling o'zingiz uchun. U raqamga erishish uchun strategiya tuzasiz. Bu uchun bizada boylik formulasi jadvali bor. Uni Telegram kanalimda Finapga joylaganman. Sizga aytdan tashlab bermayman. O'sha kirsangiz topasiz. Bir ikkita odamlar yozadi, hech kimni menga tashlab bering deyshadi. Oldin tashlab berardim, hozir ozgina harakat qilsin deymanda. Shogirdlar, oddiy deyman, kanalimda bor deyman. Kanalda faylni topish qandoq? Kanal o'ziga kiradi. U yerda rasmlar, giflar, fayllar, nimadirlar bor u yerda. Fayllarni bossa o'zi 5-6 ta fayl bor. O'shalardan bittasi boylik formasi jadvali. Excelda ishlashni bilasizmi? Excelda bilsangiz juda ham oson. Excel fayl u yerda. Ko'rdingizmi? Hech men uni bermadim. Yo'q, ko'rganim yo'q. Juda ham zo'r. Bu yerda hamma narsa, daromadingiz bor, xarajatingiz bor, investitsiyangiz bor, foizi bor. O'sha raqamlarni prosta kirgizsangiz, shunda 10 yilda qancha pulga erishishingizni ko'rsatib qo'yadi. Mana eksponentni ko'rinishda o'sadi. Juda ham zo'r jadval. Va u jadvalni birinchi to'ldirasiz. To'ldirganingizdan keyin har yarim yilda to'g'rilab chiqasiz. Endi rejalaringizdagi yurmagan bo'lsa, balkim oshib ketadi daromadingiz. Oshsa yana qo'shasizda. Zato plyus necha yilda siz farzandim kelajagi deganda necha yil birinchidan tushunyapsiz va necha pul deb tushunyapsiz. O'shanga javob berish uchun mana shu jadval. Keyin ko'pchilik insonlar farzandlarim deydi, keyin mendagi qiynalishini xohlamayman farzandim, mendan yaxshi yashashini xohlayman. Uning nima qilish kerak bilasiz. Ularga birinchi o'rinda ilm berasiz. U pul shunaqa qilingki, pulingiz bo'lsa, Xudoga shukr, yetsin farzandingizga ham, o'zingizga ham. Ammo o'zi pul topa oladigan bo'lsa, mana shuni shunaqa tarbiyalayki, o'g'lingiz necha yoshda dedingiz? 11 yosh. 11 yoshda. Hozirda ayting, o'g'lim, Xudo xolasa to'yini qilamiz, to'yini men ham qilib bera olaman. Lekin sen shunaqa qilginki, shu to'yini o'zing qilgin. Keyin g'ururlanib aytgan, ota men o'zim qildim to'yimni. Bu juda ham zo'r narsa. Va unga bir anaqa bo'ladi, rag'bat bo'ladi. Lekin men tayyorman senga qilib berish deysiz. Faqat senga yaxshi deysiz. Aytganingizdek ustoz, mana moliyaviy savodxonlik kursisida o'tadim. O'g'lim bilan o'tirdik. Ishonasizmi, mana o'g'lim mana 1,5 oy bo'ldi. 3 ta kitob, 11 yosh, lekin 3 ta kitob o'qib chiqdi. Mani laqabli kuchukcha. Pulni xuddi shunday investitsiya qilish, Bodo Sheferda pul alifbosida. U ham Bodo Sheferki, bu ham Bodo Shefer. Ha, shu Mani laqabli kuchukcha deb chiqqan ekan, shu pul alifbosi. Shuni o'qib chiqdi. Keyin yana 3 ta kitob o'qidi. Xuddi Boyota kambag'al otani o'qidi. Yana xuddi yosh nimada keyin uni o'qidi. Yana bir kitob o'qidi, 3 ta kitobni o'qib chiqdi. Aytganingizdek, mana o'zim ham moliyaviy savodxonlik bo'yicha kurslarda ta'limsizda mana ta'lim olayotganimdan keyin o'sha menda ham shunaqa shakllandiki fikr. O'g'limga bozorlik qilaman-ku. Bozorga boraman, bozorlik qilaman. 11 yosh. Mana pul, mana ro'yxat. Borasan, bozorlik qilib kelasan o'zing. Masalan, 500 ming berib yuboray, keling. 5 kilo kartoshka oladi. 5 kilo kartoshka 7 mingdan 35 ming bo'lsa, sen deyman, tortishasan, talashasan, mana ham savdo qilishni o'rganadi. Tortishasan, talashasan, 500 so'mdan shuni qoldirsang, 3,5 ming bo'ladi. Palon narsadan palon so'm qoldirsang, palon so'm bo'ladi. Umumiy sen shu yerda o'zida 40 ming, 50 ming tejab kelasan. O'zingga olib qo'yasan. Bankacha yasab berganman. Zo'r qilibsiz-ku. O'shani qiladi. Mana dada deydi, mana
shuncha orttirib keldim deydi. Hamma narsani ro'yxat bo'yicha olib kelgan, lekin tortishib talashishni o'rganyapti birinchidan. Ikkinchidan 11 yosh kichkina. Keyin mana savdogarlar oldiga borib muloqot qiladi savdogarlar bilan. Borib narsalarni qo'yishni o'rganadi. Ko'taravermaydi. Shuni qo'yasan. Og'irlik qildimi, borib gaplashsam ular bilan qo'yasan. O'shani o'rgatganman. O'sha orqasidan anchagina uni ham jamg'armachasi bor. Zo'rda. Nimaga qilayotganini bilish kerak. Eng muhimi o'sha. Boya aytgandek, majlis qilib orzularini bilsin. O'sha pullarni xarajat qilsin o'zi xohlagan narsasiga. O'sha maqsadlarga erishgandan keyin o'zini rag'bat qilishni o'rganish kerak. Shuning uchun mana siz yaxshi, juda ham yaxshi bilar ekansiz. Biz bunga alohida tizimli ravishda erishadigan oilaviy moliyaviy savodxonlik kursini qilgan edik. Men boshida farzandlar uchun qilgan edim. Niyat shunaqa edi, lekin yozish jarayonida tushundimki, u kursda ota-onani o'zi bilmasa farzand qiyinda, chunki farzandni uyga vazifalarini tekshirish kerak. Tekshirish uchun tushunish kerak. Tushunish uchun demak oilaviy qilishim kerak deb u kursda shunaqa qilganmiz. Ya'ni ota-onalarga alohida topshiriqli darslar beriladi, bolalarga alohida beriladi va birgalikda ular bajaradi ishini. Juda ham yaxshi. Bu kursimiz bir marta o'tkazdik, keyingisi hozir may oyida va yilda taxminan bir 3 marta o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Chunki juda ham eng shu vaqtgacha eng zo'r kursim shu deb o'ylayman. Nomi ham juda dolzarb. Men bola va pul. Mana shu. Bu daftar ko'rinishida qilganmiz. Ya'ni biz video dars o'tamizda bitta va audio ota-onalar uchunda va bu daftari bolasi to'ldirib boradi har bir darsda. Mana bu yerda o'yin ko'rinishida olingan. Har bitta olgan naqasini o'tgan darsida nom oladi o'ziga. Maqsadlar ustasi, daromad ovchisi, jamg'arma qo'riqchisi, byudjet rejalovchisi, mana shunaqa nom beriladi. Shunaqa nom bilan siz murojaat qilasiz o'g'lingizga. Ismidan emasda, o'g'lim daromadlar ovchisi yaxshimisiz desangiz, ya'ni o'yinning ichida bo'ladi bu bola va bu yerda bajaradi, topshiriqlarni hammasini bajargandan keyin bu yerda imzo qo'yasiz, tekshirib olasiz, bajardimi yo'qmi? Vazifam. Bu yerda baho qo'yasiz. Soat 1 dan 5 gacha yoki 1 dan 10 gacha baho qo'yasiz, siz bahoyingizni ham kutib o'tiradi bu. Agar past qo'yib qo'ysangiz tushuntirasiz nega past qilmading. Keyingi darsda ko'proq olish kerak. Va shu tarzda sekin-sekin o'rganib boradi. Juda ham foydali bo'ldi deb o'ylayman. Xudo xolasa har darsda biz ham ota-onalardan feedback olamiz, ya'ni ularni qanaqa bo'ldi deb xulosalar olamizda, keyingi kurslarimizda qo'shib boraveramiz bu narsani. Shuning uchun xudo xolasa bu juda ham foydali. Men Imin Hasanjon bilan bu mavzuda gaplashgandim. Xudo xolasa afzal kuni bu kursda farzandlarim, oilam bilan o'qiyman. Xudo xolasa bu yaxshi narsa. Juda ham tarbiyada oyligi zo'r bo'ladi. Rostdan oyligi zo'rmi? Men uchun so'ramadim sizlar, yaxshi. Va xarajati ham kam bo'ladi. Mana kam xarajatga nega o'rgangansiz? Chunki sizlarda bu yoqda ko'p narsa sizlarga anaqa ligotalar bor, ovqatlar beriladi, kiyimlar beriladi. O'sha xarajatlaringiz yo'q. Shunda baribir insonlar hamma pulni ishlatib yuboradi-da, ko'pchilik. O'shanaqa bo'lmasligi uchun nima maslahat berasiz o'zingiz? Bilim olsa ham. Birinchi o'chiradi. Bilim olsa o'shanda keyin nima qilishni biladi. Men bilim olmaguncha to'g'risi mana juda palomat ishlaylik. Qarang, ishlatganlar bilim olish kerakligini u ham ko'p gapiramiz. Albatta olish kerak bilim. Bitta, ikkita, uchta o'zingiz aniq shaxsiy bir maslahatingizni bering. Birinchi o'chirada xarajat va daromadlarni yozib borsin. O'shanda bilinadi qayerda noto'g'ri xarajat qilyapti. Emotsional xarajati bo'ladi, uni noto'g'ri xarajati bo'ladi. Xarajat va daromadlarni yozib borsin. Qancha daromad qilyapti, qancha xarajat qilyapti. O'shanda o'zi daromadini biladi. Ungacha men daromad qilyapman deydi, lekin aksida daromad qilmayotgan bo'ladi. Mana ham boshimdan o'tgan bu narsa. Shuning uchun ham daromad va xarajatlarni birinchi yozib olsin. Ana keyin u yo'g'iga bilim olsin. Ikkinchisiga orttirgan puliga bilim olsin. Chunki men o'zim bilim olishdan yanada hali birlamchi bilimni o'tadim. Xudoga shukr, hali bilimdan o'lgunimcha bilimdan to'xtash niyatim yo'q. Shuning uchun bilim olsin. Mana moliyaviy savodxonlik kursi aynan pulni boshqarish bo'yicha ustoz. Mana shu moliyaviy savodxonlik kurslarida ko'proq bilim olsin. Shuni tilagan bo'lardim, shuni aytgan bo'lardim. Demak, Farruxbek bilan bugungi tahlilimizni tugatdik. Kuzatuvchilarimizga murojaatim shuki, mana bizning tahlillarni moliyaviy auditni boshladik. Sizga manfaatli bo'ldimi, yo'qmi? Kommentda yozing buni. Savol-javob, qanday savollaringiz bo'lsa, uni bering. Men har bitta kommentni o'zim o'qib, o'zim javob beraman.
kimdirga manfaatli bo'ladi desangiz, albatta bo'lishib qo'ying, laykni bosing, komment yozing. Bular hammasi YouTube algoritmlari shunaqa o'qiydiki, boshqalarga ham ko'rsatishga ko'proq ko'rsatadi va hammaga manfaatli bo'ladi. Shuning uchun kommentlarni, layklarni va bo'lishlarni ayamaysizlar. Hozirchalik esa xayr.